Selam dostlar, sizin bilan Feride. Hem bugün biz İngilizce ko'z qarashlarini qarab o'tarmiz. Hem men sizga ular orasındagi bo'lgan ayirmani da ko'rsatirga tirishirman. Boshlaylik. Birinchi fe'il to see, ko'rarga deb tarjima etiladi. Bu tabiiy proses, ya'ni ko'zni ochishg'oq biz narsada bo'lsa ko'ramiz. Masalan, I see a cloud. Men bulutni ko'ram. I saw a squirrel in the park today. Men bugun parkda tiyinni ko'rdim. To look, qararga deb tarjima etiladi. Bu ishtirokda biz ko'z qarashimizni nindaydir aybirga yo'naltirga tiyishmiz. Masalan, look, a falling star. Qara, tushgan yulduz. Odatda bu fe'il ortidan so'ng at degan beylikni qo'llanalar. Masalan, look at me. Menga qara. Bu ishtirokda at yo'nalishni ko'rsatadi. Look qara, me menga, at kimga qara? Menga yo'nalishni ko'rsatadi. Ya esa look at this photo. Bu fotoga qara. To watch. Shulay qararga deb tarjima etiladi, lekin look fe'ilidan ayirmali bo'larak uzoq vaqtga so'zila turgan qarov turida, ya'ni proses turida so'z bor. Masalan, siz uzoq vaqt film qararga mumkinsiz, yoki uzoq vaqt o'yin, tong otuvin, quyosh botuvin kuzatib turarga mumkinsiz. Masalan, I fell asleep watching television. Men televizorni qarab, yiqilib ketdim. Ya esa we are watching the sunset. Biz quyosh botuvin kuzatib turamiz, esa qarab turamiz, qaraymiz. Kelasi fe'il glance, ya'ni tez oshig'ish, qarash. Masalan, John glanced at her ring. John tezgina onun yuzigina qaradi. To glance ishroqli ravishda qisqagina vaqt ishida kimnidir, narsanidir ko'rib olu. Masalan, I glanced a figure at the door of my house. Men uyimning eshik oldida sinni ko'rib oldim. Ya'ni ishroqli ravishdagina, tez oradagina, yolg'izgina sinni ko'rdim. To gape, ovuzni ochib, shoqqatu, g'ajablanu. Masalan, the girl gaped when she saw her birthday's present. Qiz tug'an kun bo'laklarini ko'rib, g'ajablandi, shoqqatdi deb aytirga mumkin. Kelasi fe'il to stare, tikilib qarov. Aligi fe'il negativ ma'noda qo'llaniladi. Masalan, don't stare at me like that. Bulay menga tikilib qarama. To squint, ko'zlarni qisib qarov, ya'ni to'lisincha ko'zlarni ocha olmov. He squinted when he looked towards the sun. Quyoshga qaraganda u ko'zlarini qisdi. Ham bugungi so'nggi fe'il to frown, ya'ni qoshlarni jiyirib qarov. He frowned when I told him that he looks strange. Ona sayir ko'rinasan deb aytgach, u qoshlarini jiyirdi. Shuning bilan dars tamom do'stlar. Agarda video yoqsa likelar qo'yingiz, do'stlaringizga jibarigiz. So'rovlaringiz bo'lsa, ostda kommentariyda so'rovlaringizni berishga mumkinsiz. Ham men bildira olgan qadar sizga bo'lishirga tirishirman. Bugunga sog' bo'linglar.